O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi 1996-yil 2-mayda tashkil etilgan bo'lib, o'tgan 28 yildan ortiq vaqt davomida 20 ming nafarga yaqin tinglovchilar mazkur ta'lim dargohida tahsil oldi. Akademiya mana shu nisbatan qisqa tarixiy davrda zamonaviy oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasiga aylandi. Bank Moliya akademiyasining missiyasi o'rgan, o'zgartir, yetakchi bo'l tamoyiliga asoslangan bo'lib, dunyoning ilg'or bilim va tajribasini amaliy bilimlar bilan o'zlashtirgan yetakchilarni tayyorlashga qaratilgan. Ayni vaqtda akademiya tuzilmasi tarkibida 4 ta fakultet, 7 ta kafedra va 19 ta xizmat ko'rsatuvchi bo'limlar faoliyat olib bormoqda. Akademiyaning professor o'qituvchilari tarkibida 10 nafar fan doktori, 29 nafar falsafa doktori yoshlarga ta'lim bermoqda. Shuningdek, turli davrlarda Yaponiya Moliya vazirligi qoshidagi Iqtisodiy siyosat tadqiqotlari institutining vitse-prezidenti lavozimida ishlagan olimlar faxriy birinchi prorektor sifatida akademiya boshqaruv jarayonida faol ishtirok etib kelmoqdalar. Hozirgi kunda Bank Moliya akademiyasining magistratura dasturlarida 15 ta mutaxassislik mavjud bo'lib, shundan 3 tasi Master of Business Administration va 12 tasi Master of Science hisoblanadi. Bakalavriat bosqichida 4 ta ta'lim yo'nalishlari mavjud. Magistratura mutaxassisliklari MBA Banking, MBA Fintech, MBA General, davlat moliyaviy nazorati, iqtisodiyotni monetar tartibga solish, sug'urta kompaniyalarini boshqarish, soliqlar va soliqqa tortish, loyiha boshqaruvi, bank ishi va auditi, kapital bozori va birja ishi, pensiya fondlarini boshqarish, islom iqtisodiyoti va moliyasi, tijorat banklarini boshqarish, davlat moliyasi va xalqaro moliya, korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar bozori. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari iqtisodiyot, bank ishi va auditi, moliya va moliyaviy texnologiyalar, buxgalteriya hisobi va audit. Dars jarayonlari kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim shaklida amalga oshiriladi. Hozirda akademiyada jami 3787 nafar, shundan magistratura bosqichida 2879 nafar va bakalavriat bosqichida 908 nafar tinglovchi tahsil olmoqda. Ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish, eng yangi ta'lim texnologiyalarini o'zgartirish, xorijning ilg'or bank moliya ta'lim markazlarida stajirovkalar tashkil etish, interfaol o'qitish usullarini joriy etish orqali akademiya moliya, bank va soliq ishi, investitsiya va sug'urta faoliyatining turli yo'nalishlarida rahbar kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha O'zbekiston ta'lim xizmatlari bozorida yetakchi o'rinni egalladi hamda mamlakatimizdagi yetakchi oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Akademiyaning nufuzini oshirish maqsadida xalqaro akkreditatsiya tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Ushbu hamkorlik aloqalari natijasida Bank Moliya akademiyasi xalqaro akkreditatsiya tashkilotlarining a'zoligiga qabul qilindi. AQSh, Shveysariya, Rossiya, Yaponiya, Angliya, Germaniya, Luksemburg, Gretsiya, Belgiya, Chexiya, Polsha, Latviya, Turkiya, Misr, Koreya, Gonkong, Xitoy, Singapur, Malayziya, Hindiston va boshqa ko'plab davlatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan izchil hamkorlik akademiya nufuzini yanada oshirdi. Ayni vaqtda akademiya moliya, soliq, bank ishi va loyihalarni moliyalashtirish yo'nalishlari bo'yicha to'liq akademik va kasbiy ta'lim magistrlik dasturlari, shuningdek iqtisodiyot fanlari doktori va iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun ilmiy tadqiqot dasturlarini taqdim etib kelmoqda. Doktorantura ixtisosliklari: moliya, pul muomalasi va kredit, buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit, raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya. Ta'lim jarayoni moliya va bank ishi sohalarida O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy siyosiy hayotini rivojlantirishning zamonaviy talablari, shuningdek xalqaro ta'lim standartlari talablarini hisobga olgan holda davlat ta'lim standartlari asosida ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlari asosida amalga oshirilyapti. Standart universitet ta'limidan farqli ravishda akademiya bank moliya faoliyatining turli yo'nalishlari bo'yicha rahbar kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha ham ta'lim dasturlarini taklif etadi. O'ziga xos ijobiy tarixga va yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga qaramasdan akademiya jamoasi o'quv jarayonini tashkil etishda doimiy ravishda zamonaviy yondashuvlarga, ilg'or xorijiy pedagogik texnologiyalarni bank
moliya sohasidagi ta'lim xizmatlari milliy bozor sharoitlariga ijodiy moslashtirishga intilishmoqda. Bizning bu yo'ldagi maqsadimiz bank moliya sohasining mutaxassisliklar bo'yicha zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirish, barcha istiqbolli rahbar kadrlar va mutaxassislarni malaka oshirish dasturlari bilan qamrab olish, ilmiy ishlanmalarni yaratish tizimini rivojlantirish va innovatsiyalarni tijoratlashtirish.